Sizdam yoshligimizda otamiz bizga nimadir bo'lib turib qaytimiz og'rib qolsa yugurib bansaga oboradi. Esladingizsa, ota shunaqa mehribon inson bo'lardi-da. Hozir biz akalar Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani O'rozboq qishlog'iga kelganmiz. Siz-u biz yordam bermasak 4 farzand otasiz qolishi mumkin. Jo'liyev Eminjon akamiz 43 yoshda jigar sirrozi bilan xastalanib 75% jigar sirrozi chiqarib bergan. Zudlik bilan Hindistonga jo'natmasak bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlarga video murojaat bilan chiqyapmiz akalar. Yaqin birodarlari, aka-ukalari baraka topsin, qo'llaridan kelgancha harakat qilib $15,000 pul yig'ibdi. Yana bizga $15,000 pul kerak bo'lyapti. Akamizni operatsiyasiga jami $30,000 pul kerak bo'lyapti akalar. Akalar, xudo xolasa sizlar tufayli mana shu akamiz oyoqqa turib ketsa, har doim videolarimda aytaman, go'daklarimiz duo qilsa akalar, jannatdan bitta qasr barpo qilgan bo'lasiz deyman. Akamizni shaxsan o'zini nomerini qo'yib qo'yaman. Ayollarini kartalarini qo'yib qo'yaman. Xohlasangiz telefon qilib uyga berib ketishingiz ham mumkin. Jahongirjon, men ham hamma qator oyoqqa turib o'g'llarim to'ylarini ko'ray. Aka, xudo xolasa zo'r bo'lib ketasiz. Bizni O'zbekistonimizda saxiy, ihsonli, iymonli insonlarimiz juda ham ko'p. To'g'ri, dardini ham Alloh beradi, shifosini ham Alloh beradi. Siz-u biz sababchi bo'lib qolamiz xolos. Akalar, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin.